Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Bugun sizga 2015-yil davomida Yangi shahar mahallalarida qilingan ishlar va Yangi shahar aholisi tomonidan kelib tushgan murojaatlar tahlili bilan tanishtirib o'taman. Yangi shaharda 12 ta mahalla mavjud bo'lib, ushbu mahallalarda jami 397 ta ko'cha, 12 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti, 12 ta umumta'lim maktablari, 2 ta oliy ta'lim muassasasi, 1 ta kasb-hunar kolleji va 1 ta tibbiyot texnikumi mavjud bo'lib, shaharda jami 4997 nafar aholi, shundan ayollar 24745 tani tashkil qiladi. 13073 ta xonadon, 17671 ta oila mavjud. Yangi shahar mahalla binolari holati ularni zamonaviy servis obyektlariga aylantirirish maqsadida 2025-yil davomida 2 ta yangi mahalla binosi qurilib foydalanishga topshirildi. 4 ta mahalla binolari tashabbusli byudjet mablag'lari hisobidan qayta ta'mirlandi. Bundan tashqari mahalla binosi 10% lik mablag' hisobidan ta'mirlandi. Barcha 7 yillik a'zolariga to'liq mebel, kompyuter jamlanmasi bilan ta'minlandi. Mahallada har oy yakuni bo'yicha kengash yig'ilishlari tashkil qilinib, yil davomida 104 marotaba kengash yig'ilishlari bo'lib o'tdi. Ushbu yig'ilishlarda 70 dan ortiq tashkilot rahbarlari aholi oldida bajargan va bajarilishi kerak bo'lgan ishlar bo'yicha hisobotlar berdi. 2025-yil uchun mahalla byudjet jamg'armasi mablag'laridan shakllanishi bo'yicha 224 million mablag' so'm tushib, 202 million so'm xarajat qilingan. Joriy yil davomida 81 ta oilaviy ajrimlar qayd etilib, o'tgan yil shu davrga qadar 87 ta 7 taga kamayishga erishilgan. Joriy yilning shu kunga qadar oldini olish bo'lgan jinoyatlar 26 ta, qizil toifada 1 ta, sariq toifada 7 ta, yashil toifada 4 ta ni tashkil etadi. 2025-yilga nisbatan kamayishiga erishilgan. Joriy yilning boshida ombor daftarini shakllantirish davomida 423 nafar fuqarolar ishsizligi aniqlanib, bandligi ta'minlandi. Kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalar to'g'risida tahlil qilinganda jami reyestrga 730 ta oila kiritilgan. Undan 414 tasi kambag'allikdan chiqarildi. Qolganlarini ham kambag'aldan chiqarish harakatlari ketmoqda. Mahallada mavjud 397 ta ko'chalar, ulardagi 370 ta ko'p qavatli uylar bo'lib, shunga qadar har shanba kuni hasharlar tashkil etilib, har bir mahallada bitta ikkitadan namunali ko'chalar tashkil etilmoqda. Farmon ijrosini ta'minlash maqsadida shu kunga qadar mahallada 30 ga yaqin xonadonlar hashar yo'llari bilan ta'mirlanib berildi. Yangiobod, Binokor, Ma'rifat mahallalarida hashar yo'llari bilan salomatlik yo'laklari qurildi. 2025-yil O'zbekiston mahallalar uyushmasi Yangi shahar bo'limiga O'zbekiston Prezidenti xalq virtual qabulxonasidan murojaatlar 234 tasi 82,4% ijobiy hal etilgan. Kelib tushgan murojaatlardan ushbu murojaatlarning 60% moddiy yordam ajratish, 20% mahalla raislarining xatti-harakati, 20% va boshqa masalalarga to'g'ri keladi. Shuningdek, 12 ta mahalla raisi tomonidan aholi murojaatlarini ro'yxatga olish kitoblari yuritilib, raislar tomonidan qilingan murojaatlar mas'ul tashkilotlar bilan hamkorlikda hal etib kelmoqda. 2025-yil murojaatlardan kelib chiqib 50 dan ortiq ko'chalarga 200 dan ortiq tungi yoritish chiroqlari o'rnatildi. 20 dan ortiq sharoit og'ir xonadonlar ta'mirlab berildi. 30 dan oshiq oilalarga oziq-ovqat mahsulotlari yordamlar berildi. Mahalla uyushmasi mahalla raislari bilan doimiy ravishda aholi muammolarini o'rganib, hal etib borishi ma'lum qilaman.